Samarqand asrlar mobaynida jahon ilm fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan yuzlab olimlar, ixtirochi va kashfiyotchilarga makon bo'lib kelgan. yili Samarqandda tug'ilgan Imom Moturudiy bu ulug' siymolar ichida yorqin shaxs sifatida alohida ajralib turuvchi, Alisher Navoiy buyuk ulamolar sultoni deb baho bergan allomalardan biri, mashhur Kitob at-Tavhid asari muallifidir. Bu 10 va 13 asrlar oralig'ida yaqin islom diyorlarida dini mubinimizga xizmat qilgan mashhur olimlar va allomalar, yetuk insonlar dafn qilinadigan faxriy qabriston hisoblangan. Bu qabristonning nomini Chokardiza qabristoni deb ataganlar. Chokardiza so'zining ma'nosi lashkarlar qal'asi degan ma'noni anglatar ekan. Sovet tuzumi davrida bu qabriston qarovsiz holatga keltirilib, aholiga uy-joy uchastkasi qilib berilgan. Shundan so'ng barcha ulug'larning qabrlari endi uylar ostida qolib ketgan edi. Mana 2000-yilda bu yerda obodonlashtirish ishlari boshlandi. Arxeologlar, tarixchi olimlar, diniy ulamolar yordamida bu yerda Abu Mansur al-Moturudiy qabrlari joyi, o'rni aniqlandi va qabr aniqlangach bu yerda mana o'zingiz ko'rib turgandek bir katta maqbara qad ko'tardi. Moturudiy maqbarasining ichi va tashi sharqona me'morchilik uslubidagi naqshlar bilan bezatilgan. Qur'oni Karim hamda hadis shariflar bitilgan qabr toshi esa ziyoratchilarda ajib bir hislarni mavjlanishiga sabab bo'ladi. Izlanish ishlari natijasida bir necha qabr toshlar topildi. Bu qabr toshlar 10 va 13 asrlarda mana shu qabristonga dafn etilgan olim va allomalarning qabr toshlari bo'lib chiqdi. Endi bu qabr toshlar qayroq toshlardan iborat. 10 va 13 asrlarda shu qabristonga dafn etilgan olim va allomalarning qabr toshlari oddiy o'sha Zarafshon tubidan, Zarafshon daryosining tubidan olingan qayroq toshlardan qilingan ekan. Endi 14-asr Temuriylar davridan boshlanib o'sha qabr toshlar marmar toshlardan qilina boshlagan. Bu yerdagi qabr toshlarini shaxsan o'zim o'rganib chiqdim. Bu toshlardagi yozuvlar shundan iboratki, birinchi shu qabristonda yotgan zot sharifning ismi shariflari yozilgan va u kishining ilmiy darajotlari va qaysi hududdan, qaysi shahardan ekanliklari to'g'risida ma'lumotlar berilgan va albatta hijriy sana bilan o'sha insonning vafot etgan sanalari ko'rsatilgan. Imom Moturudiy muqaddas islom dinidagi ixtiloflarga asosli raddiyalar bera olgani uchun hidoyatga boshlovchilar imomi, e'tiqod kalom ilmining asoschisi va peshvosi, ahli sunna va jamoati raisi deb ulug'langan. Imom Moturudiy fiqh, usul, kalom ilmi borasida benazir olim edi. Imom Moturudiy hazratlari islom falsafasini yaratgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu kishi yashagan davrda islom dinini, Qur'on oyatlarini har kim o'z bilganicha talqin qiladigan va islom dinini yoki Rasulullohning hadislarini noto'g'ri talqin qiluvchi g'oya vakillari, turli firqalar
nafaqat ko'paydi, balki rivojlandi. Endi Imom Moturidiy hazratlari ularni qarashlarini xato ekanligini, o'shalarga qarshi shunday ilmiy raddiya bildirdilarki, o'sha davrdagi oqimlar va firqalar Imom Moturidiyga qarshi bir dalil yoki raddiya keltirishlikdan ojiz qoldi. U buzg'unchi va fitnakor Mu'tazillarning barcha da'volarini inkor etib, ularning barcha qarashlarining qusurli ekanligini isbotlab, butun dunyo imomi deb laqab olgan Mu'tazili Imom Kabiyni ilmiy bahslarda tamomila mot qilgan. Shundan so'ng aqida borasida bu o'lkada 300 yildan ortiq vaqt mobaynida aslo fitna ko'tarilmagan deb yozadi tarixchilar. Biz bugungi kunda bilamizki, eng mashhur mazhab bu yo'nalish ahli sunnat val jamoa. Hozirgi kunda dunyoning 70% musulmonlari ahli sunnat val jamoat va Moturidiy e'tiqodida. Asrlar davomida bu mashhur mazhab deb tan olingan, aynan o'sha mazhabning asoschisi Imom Moturidiy bo'ladilar. Imom Moturidiyning kim ekanliklarini tushunib yetishlik uchun albatta o'ziga yarasha bir xos ilmlar, o'sha ilmlar bilan shug'ullanishligimiz kerak. Imom Moturidiy hayotini o'rgangan har bir kishi uning diniy ilmni tirikchilik manbaiga aylantirmagani, balki bog'dorchilik bilan shug'ullanib, halol mehnat qilib, ro'zg'or tebratganiga iqror bo'ladi. U hunarda ham, ilmda ham, hayotda ham halollikni qadrlagan. Moturidiya maktabidan yetishib chiqqan buyuk olimlarning yot oqimlarga bergan asosli raddiyalari Mu'taziliya oqimi tarafdorlarining butkul yo'qolishiga, islom olamining katta hududlarida Moturidiya ta'limotining qaror topishiga sabab bo'ldi. ...2020 yilda O'zbekistonda Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilgan. Markaz xorijiy davlatlarning kutubxonalarida saqlanayotgan buyuk allomaning islom dunyosi uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan merosini O'zbekistonda jamlash va kelajak avlodga yetkazish, turli tillarga tarjima qilish bilan shug'ullanadi. Bugun biz aynan ushbu Imom Moturidiy ajdodimizni tutgan yo'llari, ilmiy uslublari asosida asarlarida ilgari surilgan g'oyalar, o'sha ilmiy haqiqatlarni biz bugungi kunga, bugungi zamonimizga shunday ko'chiradigan bo'lsak, shu bugungi kundagi aynan shu uslublar, shu g'oyalar o'zining dolzarbligini qanchalar yo'qotmaganligini va biz bugun Moturidiya ta'limotiga qanchalar katta bir ehtiyojimiz borligini bilib olamiz. Xususan xalqaro miqyosdagi o'tkazilgan simpoziumlar, konferensiyalar, anjumanlarda ishtirok etgan xalqaro ekspertlar, islomshunoslar, Moturidiyshünoslar, ilohiyot yo'nalishida ish olib boradigan tadqiqotchilarni ham e'tiroflar ayni shunday bo'ldiki, bugun dunyoda aynan Imom Moturidiy ilmiy tadqiqot, xalqaro ilmiy tadqiqot markazlariga o'xshash markazlarga katta bir ehtiyoj bor. 2020 yilning 3-5 mart kunlari O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Samarqand shahrida Imom Abu Mansur Moturidiy va Moturidiya ta'limoti o'tmish va bugun deb nomlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Unda 70 ga yaqin islomshunos olimlar, nufuzli ta'lim muassasalari hamda ilmiy tadqiqot markazlari rahbarlari ishtirok etdi.
Imom Motrudiy qabrini ziyorat qilish uchun bugun dunyoning turli hududlaridan ziyoratchilar kelishadi. Negaki Motrudiy aqidasi O'zbekistondan tashqari boshqa ko'plab mamlakatlarda yashovchi musulmonlar orasida keng tarqalgan. ما از تاجیکستان اومدیم به زیارت همین شهر سمرقند بسیار شهری تازه خوب دریافتیم. یک شهر قدیمی جای تاریخی خوب داشته است. خیلی ما رو نصیب کرد چند جای تاریخی است زیارت کردیم. خیلی نیت داریم که با شهر بخاراش هم بریم زیارت کنیم. در سال‌های پیش همین خیلی تاریخ قدیمی بود است که خیلی شهرهای به تکنیک همین عمارت‌ها رو درست کردن. خیلی همین رو درست کردن و حیران موندیم. بعد اینقدر کرانه و خشی سال‌های پیش خیلی ترقی کرده بود است که اینقدر زیبا و خشنود. O'zbek xalqiga xos bo'lgan dunyodagi yana bir qancha xalqlarga ham begona bo'lmagan go'zal bir insoniy fazilat bor. Bu marhumlarni yodda saqlash, ularning xotirasini abadiylashtirish, qilgan ezgu ishlarini ibrat o'laroq avlodlarga yetkazish, ularning xoki yotgan joylarini obod etish, u yerga oila a'zolari hamda do'stu yorlari bilan birga borib savobi yetadi degan ezgu umidda duoyu fotiha qilishdir. В Самарканде нахожусь недолго, буквально сегодня. Сегодня увидели мавзолей Матруди и многие святые места Узбекистана. Увидели Амир Тимура, голову его, и вообще насладились культурой всей Узбекистана, Самарканда. Древние здания, древние мавзолеи. Просто неисчерпаемое количество эмоций было испытано, еще ожидает впереди. Мен де Алматыдан келдім, баламмен, қызыммен. Мен осыдан 40 жыл бұрын келген екем Самарқандқа. 40 жылдан кейін көргенім вообще басқа, өте жақсы. Shu ziyoratgohda bo'lib o'tgan bir qiziq voqealardan birini men eslab sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Tashqi qiyofasi, kiyinishi, madaniyati yevropalik bo'lgan 10 ga yaqin sayyoh kelib qoldi. Ingliz tilida o'zim bilgancha ularga qisman bo'lsa ham shu ziyoratgoh to'g'risida bir tushuntirishlikka harakat qilish payda turgan edim. Bevosita ko'zim bir narsaga tushib ketdiki, maqbaraning ichiga kirib, u yerda arab tilida yozilgan o'sha qabr toshlarni ravon o'qib ketyapti arab tilida. Keyinchalik to'xtatib, men sizlar arab tilida bemalol gaplasha olasizlarmi deganimizda, hammasi biz arab tilini yaxshi o'rganganmiz deydi. Nima sababdan, qayerda o'qigansizlar deb so'raganimizda, biz o'sha Germaniyada universitetda Imom Motrudiy ta'limoti alohida o'rgatiladi deyapti. Imom Motrudiy ta'limoti bu kishining yo'nalishlaridan biz foydalanamiz. Bizning universitetda Imom Motrudiyning kitoblari arab tilida yozilgan bo'lganligi uchun ham dastlab bizga arab tili mukammal o'rgatiladi va shu til asosida, shu tilda biz Imom Motrudiyning ta'limotlarini o'rganamiz deb aytib qolishdi. Va bu ziyoratgohga, bu yerga tashrif buyurganligimizdan maqsad Imom Motrudiy maqbarasi yonida shu ochiq osmon ostida shu fonda olishlikka niyat qilib kelganmiz deb tashrif buyurgan ekan. Imom Motrudiyning bugungacha yetib kelgan bir qancha asarlari bor. Ularning eng mashhuri Ta'vilotu Ahli Sunna yoki Ta'vilotul Qur'on asaridir. Bu asar Qur'oni Karimning tafsiri bo'lib, 8 mujalladan iborat. Imom Motrudiyning Ta'vilotul Qur'on asariga Alauddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad as-Samarqandiy tomonidan sharh yozilgan. Uning Kitobut Tahvid, Sharhul Fiqhul Akbar
risola fil aqida, risola fil iymon, al maqolat, bayonu vahmil mu'tazila, raddu tahzibul jadal, raddu vaidil fussoq, raddu avoilil adilla, raddul usulul khamsa, ar-raddu alal qaramita, raddul imoma, mahazush shar'iyya, kitobul jadal kitoblari ham islomshunos olimlarga ma'lum. Maturidi'nin o söylediği iman tasdiktir sözü tüm Müslümanları kucaklıyor. Ne demektir bu? Bir insan ben Müslümanım diyorsa kimse ona nasıl Müslümansın diye sormaz. Çünkü o insan Müslümandır. Bugün işte bizim bu Maturidi'nin bize kazandırdığı bu geniş bakış açısına, bu daha böyle İslam'ın kurucu özelliklerini öne çıkartan yaklaşımına ihtiyaç var. Ama Maturidi'yi anlamak için başta Özbekler olmak üzere tüm Türklerin önce çok emek harcamaları gerekiyor. Maturidi tüm Türk dünyasının medarı iftiharı, yetiştirdiği en büyük alimlerden birisi ve bugüne ışık tutan çok çok önemli görüşleri var. İmom Maturidi asarlari o'z davridan hozirga qadar jahonning ko'plab ulamolari, olimlari tomonidan juda kuchli ilmiy asar sifatida baralla e'tirof etiladi. Arab olimi doktor Ali Abdulfattoh al-Maghribiy Maturidining kalom ilmiga oid fikrlari to'g'risida kitob yozgan. Islomshunos olim doktor Fathulloh Xulayf Imom Maturidiy qalamiga mansub At-Tavhid asarini tadqiq etib nashrga tayyorlagan. Imom Maturidiy rahmatullohi alayh jamiyatni birdamlikka, jamiyatni barqarorlikka va mo'tadil bo'lishlikka va murosasozlik yo'lini tanlashlikka doimo harakat qilganlar. O'zaro nifoq, o'zaro ixtiloflarni oldini olish maqsadida aynan jamiyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari va Qur'on oyatlari asosida tarbiyalashga va ahli sunna val jamoa arqonini mahkam ushlashga undaganlar. Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi hamda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tomonidan Tavilot al-Qur'on asarining 29-30 jildlari o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etildi. Unda Hanafiylik, ahli sunna val jamoaning butun aqidasi zikr etilib, Mu'tazila, Havorij, Rofiza, Karromiy, Jahmiy, Mushabbiha firqalarining insonni sog'lom fikrdan chalg'ituvchi qarashlari, g'oyalari, iddaolari, bir so'z bilan aytganda demagogiyasi ochib berilgan. Imom Maturidiy hazratlari faqat diniy sohada ilmiy faoliyat olib borgan emas. Imom Maturidiyning ta'limotlarini bugungi kunda dunyo o'rganyapti. Bundan albatta biz o'zbek xalqi, biz Imom Maturidiyning vatandoshlari, avlodlari faxrlanishligimiz kerak. Abu Mansur Maturidiy o'z ta'limotida islomda o'ta muhim bo'lgan bag'ri kenglik, mo'tadillik va insoniylikni targ'ib qiladi.